Vatan ravnaqi va xalq tinchlik yo'lida fidoyilik ko'rsatgan insonlarning jasorati hech qachon unutilmaydi. Ularning hayoti va matonati bugungi avlod uchun chinakam ibrat maktabidir. Ana shunday mard o'g'lonlar xotirasiga bag'ishlangan Yovqur o'g'lonlar yodi kitobining taqdimoti Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida bo'lib o'tdi. Yovqur o'g'lonlar yodi kitobi taniqli shoir va tarjimon, do'stlik ordeni sohibi Zikrilla Ne'mat Vafo tomonidan yaratilgan bo'lib, unda mustaqillik yillarida yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi va millatchan yo'lida xizmat qilgan jasur insonlarning hayot yo'li badiiy uslubda tasvirlangan. Bu kitob mustaqillik yillarida jonini xalq uchun fido etgan 196 nafar o'sha qurolli kuchlar tizimidagi xodimlar, harbiy xizmatchilar hamda huquq-tartibot xodimlarining jasoratiga bag'ishlangan. Kitob Yovqur o'g'lonlar deb nomlanishining boisi chunki bular Yovqur, ya'ni yovni yenggan jasoratli o'g'lonlar, ularning yodi xotirasiga bag'ishlangan bu kitob o'quvchiga o'qish oson bo'lishi uchun Yangiobod voqealari, Sarosiyodagi voqealar, uzun voqealar kabi kichik nomlar bilan qo'yilgan. Yoshlarning tadbirdagi faol ishtiroki kitobga bo'lgan qiziqishi barchada katta taassurot qoldirdi. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi ma'naviy uchrashuvlar jamiyatda tarixiy xotirani asrash va qahramonlar jasoratini ulug'lashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xotira va qadrlash kuni bu inson hayoti bilan, insonning qadr-qimmati bilan, uning xotirasini ulug'lash bilan bog'liq juda ham katta bir an'anaviy bizning bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Millat fidoyilari haqida hikoya qiladi ushbu kitob. Yovqur o'g'lonlar yodi kitob taqdimoti vatan fidoyilarining yorqin xotirasini yod etishga bag'ishlangan muhim ma'naviy tadbirlardan biri bo'ldi. Eng muhimi, bunday uchrashuvlar tarixni anglash, qahramonlarni qadrlash va vatan tinchligining qadriga yetishga chorlaydi. Robiyaxon Isrorova, Jahongir Qosimov, yoshlar.